Biz sizlar bilan главный bölümündeki, главный вкладкасındaki abzasdan komanda bilan tanishib chiqamiz. O'tgan darsda shrift bilan bufer bilan tanishmadik. Endi biza abzas degan komandani tanishib chiqamiz. Hop, abzas. Bir nechta narsa bor. Endi hozir men oxirma tushaman. Hop, keyin bir dona toza list qo'shaman. Enter bosdim. Toza list qo'shish, Ctrl bilan Enterni bossak tozasini qo'shib beradi. Bo'lmasa yana bir yo'l Enterni o'zini bosib turaversagina ishlaydi, tezda tushib boradi. Ctrl bilan bossak tezroq tushib turadi. Shuning uchun toza list qo'shamiz Ctrl bilan Enterda. Endi qarasak, misol uchun bu yerda men hozir ro'yxat yozaman. Tak, uning ko'rinishiga ketgan Ctrl buni bosib beraman, o'zgaradi. Ctrl bu. Lekin sari rang qolib ketdi. Mana yerda qo'yib ko'ramiz. Aslında uchun milliy ma'lumot turibdi ekan. Shuni ko'rishimiz kerak. Nima uchun milliy ma'lumot turibdi ekan? Bu so'zlar ochilib beradi. Endi shuni chiqarsak o'rganib qo'yishimiz kerak. Hop, bir assisted formati bosib ko'rdim. Registrga turibdi. Net цветini tanlab beramiz. Endi yozsak, bo'ldilar. Mana yo'lini topdik. Oq rangga qo'yib berib, net цветini tanlab berib yozish shunday turib, davom ettirsak bo'ladi keyin. Shu oq svetda. Ctrl Enter numarasini toza o'tdim. Endi ro'yxat yozaman. O'quvchi 1, o'quvchi 2, o'quvchi rangla. Men katta harf yozmay turibman, o'zi yozib berib turibdi. O'quvchi dedim, probelni bosdim. Katta harf bilan 4. Endi qarasak, biz hozir abzas bo'limidan nima narsani ko'ramiz. Hozir bularni men abzas bo'yicha yozdim. Endi qarasak, boshdan o'quvchi 1dan 4 tanlab olaman. Endi bu bo'limini ko'ramiz. Buni ham shuni stilikalar va pesakaram. Bu yana bir shuni buni ichida ham boshqa narsalar bor deganini bildiradi. Shuni bosib ko'rsam, mana qaranglar. Buni bossam, o'quvchida shuni ko'rinishiga qoldi. Kelamanda endi tumaloqni bosib ko'raman. Hop, bu bor ekan yana bu bor ekan. Buning ko'rinishlari endi qaranglar hozir. 4-ni o'quvchi 4-dan keyin enterni bir bossam o'zi yozib beradi. O'quvchi 5, o'quvchi 6 yana. Endi bir marta backspace'dan knopkamiz bor, backspace. Mana shu o'chirishdan knopkamiz. Yana bu delete ham o'chirish. Просто metal içinde yozgan metalimizni bir ortga ko'tarib o'chirib beradi. Bosdim, mana bir marta bosdim, endi yozib beraman. Уже bo'ldi. Boshqa ko'rsatmaydi mendan. Yana takrorlab yozish uchun oltini, kuch oltini oxiridan mishga olib borib, enter bosaman ketaveradi. Endi buni ko'rdik. Endi yozamiz yana o'quvchi 1, o'quvchi 2, o'quvchi 3. Shu 3ni ko'rib turamiz hozircha. Buni belgilab oldim o'quvchilarni. Keyingisini olaman. Keyingisida qarasak, уже numeratsiyalar kelar ekan. Rim raqamlari, harflar, kichkina harflar, harfdan keyin nuqtalar, keyin rim raqami bilan nuqtalar. Endi buni bosib ko'rsam, mana qarang, 1, 2, 3 ko'rinishida. Hop, keyingisi Pausda. Keyingisi rim raqamida. Endi qaranglar, misol uchun 3 dan keyin 1 ni enter bosib bersam, уже 7 dan chiqadi. O'quvchi 4, o'quvchi 5. Endi qaranglar, shunda men misol uchun o'quvchi 2 dan keyin qo'shacakman. Hozir enter bossam, 3-jim 4-chi bo'lib qoladi. Shunday vaziyatda bizlarga qo'l keladi bu qaranglar. Mana o'quvchi 3 u 1 deyman. Misol uchun mana hozir mana o'quvchi 3 o'zi o'quvchi 3 bu yerda turibdi 3-da va 1 enter bosganimdan keyin bizga tushib berdi. Shunday vaziyatlarda kerak bo'ladi bizlarga. Agar biz ham buni hozir qo'l bilan turib 1 bo'lmasa 1 deb yozib, 2 deb yozsakgina 3 yozsak. Endi hozir biz 2 dan keyin bir narsa qo'shsak bo'lsak, enter bossak уже yana 3 deb yozishimiz kerakmi? Keyin pastga ketgan boshqa ro'yxatlarni 4 ta, 5 ga o'zgartirib chiqishimiz kerak. Bizlarga bu noqulay. Bizlarga qulaylikni buni o'quvchilarni tanlaymiz. Keyin shunday numeratsiya berib chiqamiz. Shuning ko'rinishlari ham bor edi. Keyin
Endi bizlarga yana gerek bo'ladi. Hop, mana hozir ko'chada oldim. Bir kontrol etdim. Mana midani ko'tarib qo'yaman. Shuni ko'rinishda tursin. Endi o'quvchini tanlab beramandan. Keyingisi qarasak bu endi ichma-ich ekan bu. Hozir misol uchun 1 dedik-ku. Endi 1dan keyin ichine kiradigan bo'lsak, 1 u 1. Keyin enter bas kelsak 1 u 2. Keyin 1 u 2 ning ham ichine kirsak 1 u 2 u 1. Mana shuning ko'rinishidagi ne ekan bu yana qaranglar. Nima deydi? Spiskalar. Tekushli spisk. Buni bosib ishlatib ko'ramiz. Qarang mana. Yazdim. Enter bosdim 2. Enter bosdim 3. Endi qarasangiz lazım. 4 ne zamandan klaviaturada tab degan knopka bor. Inamini. 3 tabni bassam hozir bu bir ichini o'tiradi-da 3 u 1 chiqaradi. Qarang. 3 u 1 emas, A chiqarar ekan. Shuni narsa bizda bilgan hozir buni. Tak. Bu yerda 1 A I degan. Qarang, birinchi 1, keyin A, keyin rep raqamida 1. Shu ichma shunda ketadi ekan. Adab chiqardim. Endi buni ketamiz. Yozdik. Endi yana ichine girecek bo'lsak, yana bir tabni bosib beramiz. Birinchi o'tadi ekan bu rim raqamlari o'tib ketdi. Endi uchinchini yana ichine o'tsak bo'ladi. Endi 1 o'zimizni raqamdagi 1 chiqdi yana. Ko'rdingizlar? Endi buni ham ichine o'tsak bo'lsak, ikkini tabni bosamiz, A harfi chiqadi ekan. Yana. Tabni bosib boramiz yana. Rim raqamlar. Bu tushunarli bo'ldi. Endi hozir mana o'chirib turaman. Endi qaranglar. Hozir endi bizda keyingisi bor edi, qarasak. Tekushli spiskni tepedagi biblioteka spiskov bor. Bular shundan bu kaosda qildisa, endi qaranglar. Endi bu raqamlar bo'yicha ketadi. Bizlarga shu kerak endi. Biz shuni ko'p ishlatamiz. Biz shartnomamizda ikkinchi bo'limi bor. Ikkinchi bo'limdan keyin ketadi. Ikkinchi bo'lim ichiga kiradi 2 u 1. 2 u 1 ning ichidagi shartlari 2 u 1 u 1. Mana shuning ko'rinishida ketadi. Endi buni ko'rsak hozir, qaranglar. Hozir enter bassam 6 chiqdi. O'quvchi 6. Endi enter bosamandan keyin bir marta tabni bosaman. 6 u 1. O'quvchi 1 u 1 deyman endi. O'quvchi 2. O'quvchi 3. Endi 6 u 3 ichine girecekman. Bir marta tabni bossam yana 6 u 3 u 1. Endi yozaman. O'quvchi 1 yana. O'quvchi 2. O'quvchi 3. Endi qarang 6 u 3 6 u 3 u 3 ni bilmagan ismim qoldi. Shu 633 ni ichiga yana bir girsak 633 u 1 chiqadi ekanda endi. 6331. İçme-iç ketaveradilar. O'quvchi 1, o'quvchi 2, o'quvchi 3. Endi qaranglar, yana tabni bosib ko'rsam, endi 6333 1 ni ichine o'tdik endi. Endi bu yerda yana o'quvchi 1 deb yozamiz. O'quvchi 2 deb yozamiz. Endi 6333 2 ni ichine o'tsak 6333 2 1 bo'ladi ekan. Shunda yana shu tarafa ichma kelsak bo'ladi, ichma-ich. O'quvchi 2, o'quvchi 3, o'quvchi 3, o'quvchi 4. Endi qaranglar. Misol uchun hozir men enterni bossam, o'quvchi keyingisida 6 3 3 3 2 5 keldi-ku. Endi men immani davom ettirecekmen. Mana 300. Endi 6 3 3 3 2 bo'lsa, keyingisi 3 ni chiqaracakman-da. Hozir men shu o'quvchi 2 ning ichine, shuning ichine bularni yozdim. Endi men hozir shu 6 3 3 2 ni davomini yozsak bo'lsam, qarang hozir. Bir marta enter bassam bera tushdi-ku endi. Immun davomini chiqdi yana 6 6 3 tane 3 2 4. Hozir endi bu yerda men yana bir enter bassam, bir orqaga qaytarib beradi. Endi qarasak yana bu yerda 6 3 3 1 chiqdimi? 6 3 3 2 mi? Endi 6 3 3 3 chiqdi yana, ko'rdingizlar? Bu yerda o'quvchi ichiga keldik biz bunda. O'quvchi bunda 2 ekan, bu yerda o'quvchi 3 ga kelibmiz yana. Bosamiz, o'quvchi 4. 4. Endi enter bir marta bosdim. Yana bir marta enter bossam endi. Endi menga keladi yana. 6 3 3 1, 6 3 3 2, 6 3 3 3, endi 6 3 3 4 yana. Yana birsini yozamizdan. Bu uchinchi kelgan ekan bu. Endi 3 bo'lsa, yana bu 4.
Enter basıp yana bir enter basaman уже yana bir rakam qaytdi. 6-3-1, 6-3-2, 6-3-3, endi 6-3-4. Bu yerda o'quvchi 3 ekan ekan, bu yerda o'quvchi 4. O'quvchi 4. Endi enter basamanda yana bir enter bassam endi yana 6-1, 6-2, 6-3. Endi 6-4 ga keldi. O'quvchi javob shunda o'quvchi 4 ekan bular. Endi yana bir enter basib, yana bir marta bassam уже qaranglar bu yerda birinchi 1 2 3 4 5 6 edi-ku, endi 7 ga keldi. O'quvchi 7. Demak 7. O'quvchi 8. Va shu tariqa ketadi bular. Gruppada hozir numeratsiya emas, hammasida ishlaydi bu. Bulardan ham ishlaydi, bulardan ham. Endi bularni o'zingiz uyingizda qilib ko'rasizlar. Mana sizlarga shu raqamlarni ko'rsatdim. Bu yerdagi raqamlarni ko'rsatdim, buni ko'rsatdim. Buni qilib ko'ringlar, buni. Mana shu qilgan ishlarimni takrorlab ko'ringlar.